Bu obunachim Ronaldo bilan o'ynab, uni birga bir yutsa, u $1 million yutadi. Bundan tashqari siz qanday kuchli futbolistlar, og'ir atletikachilar, hattoki dunyodagi eng tez yuguradigan odamlar bilan oddiy odamlarning musobaqalashishini ko'rasiz. Avval esa mana bu brat bilan boshlaymiz. Salom Tom, tayyormisan? Albatta. Xo'p, mana bu Jack, maktabni zo'ri. Shartlar oddiy. Orqangizga turgan 4 ta sharikda kim birinchi o'zinikini yorsa, u $100 ming ni qo'lga kiritadi. Bu Tom aka juda ham vahshiy aka, 8 marta chempion. Jackimiz esa oddiy maktabning crashbeki. Shuning uchun birinchi Jack boshlaydi. Ushla. Unga patot qilyapman. Jack, qani otib ko'rchi. Xo'p aka, yetdi. Ey! Va teshording, rahmat. Xo'p, endi sening navbating. Wow, Tom, yording siz ham. Yoki vahshiy. Oh, keyingisi 20 metrdan. Voy, Jackimiz tip taylayapti-yu. Ukam, rahmat senga, ham uzr o'ynayapsan. Xo'p, qani sening navbating. Men men tushunib qilmayapman bu narsalar. Qani boshla. Xo'p, qani, chichivordi. Nima qildi? Voy, o'le. Sen nima yomg'ir chaqirdingmi? Yo'q, men uning maktabidagi bolalarni chaqirdim. Ular unga yordam beradi. Paddeshkada. Xo'p, qani? Jack, olg'a, Jack. O'le. Chakimas lekin. Xo'p, endi sening navbating. Tom Brady qani o'tib ko'ringchi. Uning tegishi aniq emcha. Voy, albatta tegizatdi. U yoki 8 marta chempion bo'lsa. Xo'p, qani Jack, sening navbating. Sen qani. Voy, ozgina qoldi lekin, ozgina. Ha, bilaman. Qani Tom Brady. Voy, u tekizdi yana. Nihoya sibi. Menga qara Jack. Unda bitim imkoniyat qoldi. Tekisa sen $100 ming dan ayrilasan. Shuning uchun unga padishka beringlar. Olg'o. Qani Jack. Jack ekan, yaxshi. Endi esa 45 metr uzoqlikdagi sharikni yorish kerak. Siz bular his qilyapsizlarmi? Chusiz qilyapsanmi sen buni? Tom aka, qani o'tib ko'ringchi. Yaxshi. Borgani yo'q. Sizlar nima 45 metr uzoqlikdagi narsani urish oson deb o'ylayapsizlarmi? Zo'r odamlar ham qilolmaydi. Men qara yaxshi otdim-ku. Senga u shans beryapti, foydalanib qol. Tom aka, qani? Endi uring aka. Voy, qani? Oy, yaqin o'tib ketdi. Ko'ryapsanmi? Bu sening oxirgi imkoniyating. Sen $100 ming yutishing mumkin va 200 million ta odam seni ko'radi. Qani olg'a. Uka, yorasan. Qani? Ko'raylikchi. Tegmaydi-ku. Yo, tegdi. Bratishka, malades, sen $100 ming yutib olding. Lekin shoshmay turinglar, hali hammasi oldinda va men dunyodagi eng zo'r o'yinchini taklif qilganman, Cristiano Ronaldo. Ammo undan oldin biz eng tez yuguradigan odamni chaqirib qo'ydik. Noh aka, dunyoda hozirda 3 karra chempion bo'lib turmoqda. Undan tez yuguradigan inson hozirgacha topilgani yo'q. O'rtaga $100 ming tikilgan va uning musobaqadoshi Shoqqi. Men Shoqqiman. Shoqqini yutish imkoniyati juda ham past bilaman akalar. Unda hisoblab chiqdim -200 ekan. -200 ha? O'yle. Shuning uchun Shoqqiga shans beraman. Shoqqi mening jigarimligi uchun unga shansi iti varianti. Xullas Shoqqi, agar sen $100 ming yutib olsang, senga bitta shansi iti. Xullas sen har 10 metrga men $10 ming dan minus qilaman. Xohlasang, ol. Qani bir tanishtirib turib chiqay seni. Faraz qil, sen shu yerda turibsan. Bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, juda ham yomon. Xo'p, qani $80 ming. Bo'lmaydi jigar. $40 ming ga 60 metr ketsa maylimi? Bo'ladi. Birga bir $40 ming. Qani kelishdik. Sen joying mana shu yerda. Ko'rsanmi? Sen 60 metr, noqdan 60 metr oldinda yugurasan. Buni tartaylayman, ishoninglar. Bunga nimani qo'yadi? Oyog'ingda qo'y, jinni. Xo'p, uni ko'ringlar ahvolni, bir chiqov bor-ku. Xo'p, Jon, Nohga qarshi. Oho, dunyodagi eng tez yuguradigan inson bilan chiqoq. Qani, tayyormisizlar? 3 2 1 Shpoq. Jon, yugur Jon. Voy, sen udalaysan, yugur. Va Noh yetib olyapti, qaranglar. Jon, sen yugur, sen udalaysan. Senga qancha pirojka olib beraman ishongan? Pirojkani yeyman. Sen yemaysan, senga pirojka olib beraman. Senga xotin olamiz. Xotin tushunamsanmi? Yugursangchi. Xotin olib beraman, yugur, to'yingni ham qilib beraman, yugur. Buni qara, mamasini osilib yotishini qani tez bo'l, Jon, tez bo'l. Voy, Noh yetib kelyapti, yugursangchi, buni ahvolni qara. Yugur, tez yugur. Pirojkani o'yla, xotinni o'yla. Yugursangchi, Noh yuguryapti, oldinga bo'ldi. Ukam, xotin meniki. Meni xotinim. Ko'ryapsizlarmi? Nima? U yugurib kelmadi. O'yle. Bilan xotin ola olmayman. Qahni. Ko'tar oroshni. Yo'q, bilet, yo'q.
xohlamayman. Oshna, ko'taravergan. Mayli Noh, qani. Voy! Ko'tar uni. Ko'tar. Oy, Noh $100,000 yutib oldi va uni hadya qilar ekan. Keyingi ishtirokchi esa eng tez yuguradigan streamer iShowSpeed. U bilan u musobaqalashadi. Juda qiziq bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bundan avval biz boshqa challenge o'tamiz. Salom, qandaysizlar? Men hozir eng kuchli beysbolchini taklif etdim. Bu Baqaloq Justik. U yosh bola bo'yicha yaxshi o'ynaydi. Va uning raqibi esa Tesha, yorar, Xeypir aka. U aka juda ham zo'r o'ynaydi. Beysbol bo'yicha jahon chempionatlariga qatnashgan. U aka bitta sochini turmagini bunday qo'ysa, qizlar qaraydi, tushunasizlarmi? Maktabda kirash akalardan bo'lgan. Shuning uchun unga qo'yib qilmaylar. Beysbolda ataraman degan aka bu. Uka, davring o'tdi, men keldim. Bu nosozlik bu. G'irrom. Albatta g'irrom emas. Bilaman, sen kuchsizsan, shuning uchun tenglashtiramiz. Qara uka, sen mana bunda o'tkazsang, senga ochko. Aka u tarafga o'tkazish kerak. Endi yoraman, ko'raman uka. Shuning uchun bunday qilamiz. Xullas, sen buni agar yutsang $100,000 olasan. Agar Xaypar aka yutsa, xohlagan fondiga sovg'a qo'yadi. Shuning uchun sen 1000 so'm olishing mumkin. Ma, muzqaymoq olib yeysan. Uka, olaver malol. Olaver. Rahmat aka. Uka, meniki pul. Men boshladim jigarlar, ko'ringlar. Va u yoradi. Xo'p, buni ko'ramiz. Unda 10 ta urinish bor. Qani, chetda rushlar loq. Oy, birinchisi, o'dil olmadi. Xo'p, ikkinchisi, qani zabordan o'tkazchi. Ikkinchisi ham. Uchinchisi, men baqaloq yomon-ku baqlar ekan, ulgurmayapman. Voy! U to'pni oldi. To'rtinchisi, qani, qila olmadi. Ozgina qoldi. Xo'p, qolganichi, Xaypir aka bo'lganda. Yamta ochko olindi. Qani, 6-chi chiqordi. Xo'p, endi 7-chiga o'tamiz. Qani? Qani? Voy, ochko olindi. Voy, o'zini kalbasa. Ham o'ynayapti lekin. Xo'p, 8-chisi bir qiyin ekan shunday ovoz berishi. Xo'p, aka, yoryapti-yu. Ko'rpa uka, men san qo'ltig'ing tagiga olamayman. Xo'p, 9-chisi ekan omad keldi. Tayoqchi o'ynayapti. Qani? O'yn. Bitishini nima sekrashtiradi? Barudal olmadik. Xo'p, 10 tadan 4 tasi. Uka, sen yorasan, ishonaman. Rahmat aka, olg'a. U Xaypar akani yutishi mumkin. Bilaman. Xo'p, senga men badilchik bo'laman uka. Aldayapti. Mana ikkalamiz qani. Uka, uni qara, nomer xatoyu. Uka, o'ylama, boshqasini sotib oldim-da. Mayli, aytib berma. Biz uni yoramiz uka. O'g'laymasan ishonaman. Xo'p, qani, baqaloq o'z joyida, qarashlar, nigohlar o'z joyida. Xo'p, to'pni otinglar unga. Otsangchi. Birinchi udar. Xo'p, yaxshi. O'tkazdi. Birinchi o'tkazdi. Bebi o'g'lim. Holi, ikkinchisi. Yaxshi. Chiqordi. Lekin yaxshi dur edi. Xo'p, uchinchisi. Bebi. Bo'lmadi-yu. Va uchinchisi ham bo'lmadi. O'g'lim, xotiroma, yaxshi do'layapsan. Qani? To'rtinchisi, voy, udar kuchli chiqdi lekin. Qani, o'tkazdi. Mana shunday, bizda baqaloq oldinda, 2 ochko olindi. Bebi, malades. Meni o'g'lim yoradi, o'ylama. Olasan. Qani, ham bitta ot. Qani? Bebi, malades. 3 ochko olding. Ya'ni 2 ta olsang yutasan. 2 ta olsang yutasan, tushunyapsanmi? Chiqib qo'yma. Qani? O'le. Baqaloq qani? Yo'q, oilaviy motivatsiya beringlar unga, nima qilib o'tirsizlar? Bir motivatsiya qani bo'lsin? Uka, o'g'lim yorasan. Olg'a. O'g'lim qo'yit qildi. Xo'p, qani? Malades, ochko oldi. Senga yana bitta 4 ta ochko bo'ldi jigarim. Amda urishing kerak edi, mana shunda. Xo'p, sen bitta ochko olsang, sening hayoting o'zgaradi, tushunyapsanmi? Bu testda Jon Xayberni yutishing kerak. Ana baqaloq, bu sening imkoniyating. Qani? Qani? Yo'q. Yaxshi, baqaloq yutdi. U yugurib ketyaptimi? U bazani yuguryapti. Qani, yugur baqaloq. Yutding sen. Voy, men qo'rqib ketdim. Sen ham qo'rqdingmi? Yo'q, albatta. Qani, u yig'layapti, qaranglar. Uning hayotidagi eng zo'r kunlari o'tmoqda. Lekin shoshilmanglar. Hali Cristiano Ronaldo oddiy bir obunachim bilan futbol tepganini hali videosi oldinda. Undan avval esa biz Bryson Dechambeau degan golfchi bilan o'ynaymiz. Bryson Dembele. U brat yomon ko'p golf o'ynagan va chempion. Sen esa Aronson, chiqoq odamsan. Sening golf tushiradigan joying esa mana bu. Qani, kattaligini qara.
Buni 50 marta maydarog'i esa Dembele akaniki. Orada 100 ming dollar tikilgan. Yutsang ertaga futbol olasan. Brat yutsa bugun oladi. Ha, menga qaranglar, men bu yerda yota olaman. Oradagi 301 metr farq bor. Sen 301 metr nariyadan to'pni tushirsan kerak. Necha marta tushirasan? 4 marta? Yo'q, 3 marta. 3 marta? Siz qanchaga tushirasiz? Ko'p shans ketadi. To'g'rimi? Albatta. Nimaga bog'liq bu genetikaga? Genetika? Ha, mayli, ketdik. Sen navbating. Qani? Ye bebi. Arin to'g'ri borib enasini daraxtning tagiga uchirdi. Endi esa Dembele akam navbati. Okey, men yo'ramiz deb o'ylamang, bari sizga shans yo'q. Siz faqat joy so'g'ling, oyog'ingizni noto'g'ri turibdi, brat. Qarang, o'zingizga qarang, brat. O'zingizga bo'ying, brat. O'zingizda bo'ying, brat. Ana, Dembele aka. Voy biля, to'pni yomon uradi lekin. Oho, ariqqa borib tushdi-yu. Xo'p, Dembele akamning to'pi. Ana yerda. Arindagi u mana yerda. Qani, ketdik. Qani, baholangchi. Men juda past baho qo'yardim. Xo'p, qani ketdik. Agar men uni yutsang, to'g'rimi? Agar men uni yutsam, men undan zo'r chiqaman, to'g'rimi? Ha, joshi xiyot qilyapti ekan. Qani, men seriyoz bo'lishaylik. Xo'p, qani ketdik. Akamiz juda ham zo'r o'ynaydi. Arin esa bir chiqoq. Kim uchun ko'raylikchi? Hozir biz Arin akaning to'pini qidirishimiz kerak. Uzr aka. Dembele akanikini. Faqat to'pni qayerdaligini bilmaymiz. Bolalar isharasu, to'p topilmayapti, ariqqa tushib ketgan. Mayli, to'p ariqqa tushib ketdimi, demak uni bu yerdan qaytaramiz, lekin siz bitta o'tkazib yuboramiz. Ya'ni siz ikkita o'tirishlatdingiz. Bu uchinchisi. Wow! Mana buni qo'yib qo'yamiz. O'yli, pas. Arin sen navbating, tep otib ko'rchi. Bu juda ham yaqin bo'li. Qara, to'g'ri otsang tegadi. Qani, to'g'ri faqat. Ketdik Arinning to'pini oldiga. Yana shu xato tepdi-da. Voy, buni qaranglar. U to'pni oldiga tushibdi. Seniki bilan uniki yonlaringda turibdi-ya. Zo'r aka, men bilmasdim. Ha, mayli, sen zo'r otding. Rahmat. Patxotmi bu? Yo'q, patxot emas. Qani, sen Yahoo Sportni bilasanmi? Nima u? Yahoo Sportni bilmaysanmi? Asha reklamani tini qilaman hozir shuning uchun. Bilan Zaybat boshladi bu. Yahoo Sport shunaqa narsaki, uningicha kirib, xuya narsani skachat qilib o'ynasang bo'ladi. Yahoo Sport zo'r narsa. Uni men yaratganman, dalbayob. Oy, 3-urinish bu yerga kelib qoldik-ku. Qaranglar, qana yaqin. Yana nima derdim? Yaxshi tepding. Albatta, men o'zimga ishonaman, yo'raman, teshaman aka. Ey, sen bor vaqtmi qilma. Nimani? Men o'tib ketadi baribir. Lekin Yahoo Sport zo'r narsa baribir. Xullas reklama bu. Menga pul bersam, men normal reklama qilardim. Mana yoqqa tushdi. Ikkalasi ham bir-biriga yaqin. Xo'p, ana endi Yahoo Sportni tortib chekirib Mr. Beast bilan o'ynaylar. Onasi esa zo'r narsa. Qara, u juda ham yaqin. Albatta. Tushiradi o'ylaysanmi? Menimcha tushiradi. Anig'i? Qani ko'ramiz. Qani, tep ko'rchi. Ko'rib ko'rchi. Sening imkoniyating bor, qani? O'yle. Dard qilardi-yu. O'yle, ko'timni yuvib kelmagandim, tahorat qilib yurish kerak ekan. Endi bildingmi? Tahorat qilib yuraman. Xafa bo'lma. Men xafa bo'lasan. Sen xafa bo'ldingmi? Demak men reklama tiqaman. Yahoo Sportda qilinglar jo'ralar. Men bu qirqotni skaner qilasizlarmi? Xullas kirasizlarmi? Xullas uzr narsa o'ta Yandex Y ga o'xshaydi, kirib o'ynaysizlar. Agar 10 ming dollar yutolsangiz ham bo'ladi. Xullas Yahoo Sport shunaqa zo'r narsa ekan va shu reklama qilib zaybalam qo'ydi. Uncha ko'p gapiradi. Xo'p do'stlar, obuna bo'ling, shuni unutmang. Bu aka esa tayyorlanyapti o'zining 4-chi zarbasini urishga. Oho! O'tib ketdi. Nega? Urolmaysan? Ko'ribsan, paliqdasan. Men senga motivatsiya bo'lish uchun xotiningni chaqirdim. Yaxshimisiz? Men shu yerda edim. Voy, shu yerdamiding boshidan beri? Men seni xotining chaqirganim. Men chaqirdi. Motivatsiya beradi, xullas, yomon o'ylamaylar yana. Qani tep ko'rchi. Urib ko'rchi Zaybat. Shuni ham ura olmasa agar, urdi oxiri, malades. Meni ko'rdilaringmi? Xotin motivatsiya berdi. Endi u aka tep ko'radi. Voy, bu akam tushirdi, durang bo'ldi. Demak, o'z ko'rasizlar nima qilishimda. Nima qilyapsan? Mana sizniki hammi. O'sha yerda urasizlar endi. Qani aka, shoshilmaymiz. Asta, aka, shoshilma. Sen bir xudoni bandasi, shoshilma. Shoshilmay desa ham uni qarada. Sen suvga tushirording to'pingni. Voy, onasini emsin. Ertaman endi. Qani? Juda yaxshi zarba. Juda zo'r zarba bo'ldi, ha? Endi seniki suvga tushib ketgani uchun galingni o'tkazib yuboramiz. Ikkinchi urinishingni hisob oladim. Aka, siz urinchi. Obke men tayyorlanyapman. Ayshi, yo'rasiz aka. Buni qaranglar, mana yoqqa kelib qoldi. Men senga imkoniyat berdim, bildingmi shuni? Endi uraman uni. Imkoniyat qabul qilib. Senga shans bu. Xudo, urchishirsin. Bir latta eringdan hech odam chiqmaydi. Aka, iltimos urmang aka. Akang men aka. Pluq. 100 ming dollar uchun rahmat. Xo'p, videomiz oxirida Cristiano Ronaldo bilan
hali uchrashamiz. Undan avval esa hozirda dunyoning eng tez yuguradigan insoni Nohga qarshi hozirda streamerlardan eng tez yuguradigan iShowSpeed chaqiramiz. Ikkalasi musobaqa o'ynaydi. Mr. Biz menga telefon qilyaptimi? Ha, men buni tanidim kimligini. Ey Noh, qandaysan? Ikkalang birga yugurasanmi? Albatta, tishoraman. Ha, men boryapman, hozir borib ataramasam bo'lan. Ketdik negerlar jangi. Speed qandaysan? Noh aka, yaxshimisiz? Ovqat ketsanmi-ku? Albatta. Nima deysiz aka, men O'zbekistonda yuribman. Xo'p, ketdik, musobaqalashamiz. Xo'p, iShowSpeedga qarshi o'zimizda Noh aka ikkita negerlar jangi bo'ladi bu yerda. Kim tez yuguradi deysizlar? Albatta men. Ukam changimda qolasan. Xo'p, qani ko'ramiz. Men sizga aytaman aka. Qani sizga gaplashingchi bir-biringiz bilan qani face to face ko'ringlarchi bitta. Uka, sen o'ylama, men changimda qolasan. Men juda ham zo'r chempionman. O'ylama, chemsan, yutaman. Ko'ramiz aka. Meni ismim Speed, bekorga emas. Ataraman aka, o'ylamang. Tez yugurganim uchun changimda qolasiz. Sizlar 50 metr yurishni bilasizlarmi? 50 metrga kim birinchi o'sha chiziqda bossa, o'sha yutadi. Qani, boshlaymizmi? Speed, senga ishonaman. Nega? Sharmanda qilma. Wow, sakrashdi qaranglar. Yebebe, o'zining afsonaviy salto otishi bilan. 1, 2, 2,5 O'zbekiston gaz keldi 3. Qani Speed olg'a, men senga ishonaman. Sen tushing kerak axir. Sen O'zbekistonni sharmanda qilma. To'g'ri, qachon O'zbekiston kelasan sen? Endi kelban nima qiladi? Ukam changimda qolding. Kelganda O'zbekistonga bir aylanib kelgan osh yeymiz. Qani, kim birinchi bo'lib kirdi? Voy, ikkalasi birdan kirdimi? Durrang menimcha. Durrang bo'ldi. Men birinchi kirdim. Durrang bo'ldi. Ana paftormida, ana o'sha qaytarib ko'ringlar, onasi hamsin. Qani, mana kelib ko'ramiz. Ikkita neger. Qani kelib olinglarchi oldimga. Birinchi bo'lib Noh kirganda endi Noh kiribdi-ku. Oyog'ini cho'zdi, qara. Sen ham cho'zedi. Bu g'irrom, bu durrang degani. Ukam, men senga aytdim. Men tez yuguraman. Changimda qolasan deb. Mayli, iShowSpeed bunga rozi bo'ldi. U durrangni qabul qila olmadi. Bundan oldin esa Cristiano Ronaldo videosi bo'lish kerak, lekin bitta narsa reklamasini tiqordi. Bu yangi chiqayotgan video juda ham katta, juda ham zo'r video chiqishiga umid qilaman. Buni Shuko Sanchez Black kanalidan ko'rishingiz mumkin. Balki men ham chiqararman. Shuncha kanalimni ham kuzatib boring. Ko'proq esa Shuko aka va Sanchez Black kanalidan kutib qolishlarini umid qilaman. Ular eng zo'r tarjimachilar va videoning oxiriga yetib keldik. Hozir mana bu obunachim $1 million yutib olishi mumkin. Agar u dunyodagi eng zo'r o'yinchi Cristiano Ronaldoni yutib olsa, turishni qarang. Tog'a keldi. Oy, sen uni his qilyapsanmi kimligini? Men keldim jigar qolaysan. Oy, men senga, yorishim. Men sizda fanatizman. Yo'q, uni fanatizman, albatta. Mayli qaltirama. Voy, bechora shokda qali. Xo'p, sizlarga shartlar tanishtirib o'tsam. Xullas, mana bu tochkalarga to'p turishlaring kerak. Kim ko'proq ursa, o'sha yutadi. Xalit Ronaldoga qarshi. Xalit, sen $1 million yutib olishing mumkin. Menimcha yo'q. O'ylama yutasan. Seningcha yutishing mumkinmi? Balki 50-50dir. Men uni yutishiga mayli qo'yib beraman. Ha, aldama. Yechin o'ynaylik do'stlar. Qani ketdi? Xolid birinchi tepadi. Uning tepishi juda ham afsonaviy ravishda bo'lishi mumkin. Xolid! Ye baby! Bo'lmadi. Mayli, Ronaldo, qani sen? Qani, ochib turinglar bolalar. Nima? Yo'q, Ronaldo o'tkazordimi? Mayli, Xolid, senga imkoniyat berildi. Bundan foydalanib qol. Bo'ldi aka, hozir. Qani Xolid tep ko'rchi. Xolid, qani? Молодец! Вообще yo'roverding birinchiga olg'a, 5 to. Молодец, Xolid. Молодец! Ma, uzr Ronaldo o'tib ketay. Mayli, Xolid senga, sen bitta ochko olding. Rahmat. Men sendan yaxshi o'taman, aniqmi? Yo'q, hazillashyapman, xavotir olma. Qani ketdik. Ronaldo endi sen tepishing. Voy bu, Cristiano! O'tkazordi. Mayli. Endi sening navbating, Xolid. Qani sen ham tep ko'rchi. Xolid! Roston. Yo'q, valdamanga. Obuna bo'l. Xullas, voy tep olmadi. Onasini hepsi. Qiyshig'a yo'q. Xolid, endi men navbatim. Qani? Ronaldo tep. Ronaldo. Voy, o'tib ketdi. O'tib ketdi ya. Xolid ham imkoniyat senda. Men buni tepishim kerak menmi? Ronaldo 1 million olishni xohlamayapti. Qani Xolid, sen navbating tep ko'r. Sening imkoniyat bor, Xolid. Xolid? Yaxshi! Молодец, Xolid. Xolidda 2 ochko bor. Ronaldo, sen bittada 3 dan urish xohlaysanmi? Ha? Imkonsiz 3 marta ura olasanmi? Aniqmi shu ishni qila olasanmi o'zi? Menimcha qila olmasam kerak. Yo'q, qila olmayman. Qani ketdik, Ronaldo tep ko'rchi. Qani? Cristiano! Yo, o'tib ketdi. Xolid, bu imkoniyating-ku. Olib qo'l bilan imkoniyat senga. Xolid, men senga ishonaman. Sen udalaysan, Xolid.
Men sen fanatim ekansan, mayli. Men senga ishonaman, senga dalda beraman, Xolid. Rahmat aka. Xolid qani? Sen 1 million dollar yutib olishing kerak. Xolid, olg'a. Xolid! Xolid! Xolid malades ekan. Men senga 1 million dollar. Yeah baby! Wow! degan ovozlar berdan. Cristiano Ronaldo nima demoqchisan? Albatta, meni kanalimga obuna bo'ling. Ronaldoga Mr. Beastga Kimo Bratchka rosa tarjima qilyapti. Uni kanaliga obuna bo'linglar. Obuna bo'l, nima o'tiribsan? Xo'p, bundan keyingi videoda shu aytilgan premyera qilinayotgan video. Buni albatta sizlarga aytayotgandek Shuko aka yoki Sanchez Black kanalidan ko'rishlaring mumkin. Ular professional ravishda dublyaj qilishadi. Ili ular dublyajini ko'rib maza qilib, maza qorasida aka. Men ham dublyaj qilishim mumkin, lekin men ham ularni kanalda kutib o'tiribman. Xullas, kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Albatta yangi videolar albatta chiqmoqda. Endi haftasiga kunlik videolar ko'paytiramiz. Shuning uchun ko'proq obuna bo'ling. Meni 98% odamlar obunasiz kuzatgan ekan.